Allah Taalaga müracaat qilishni unutib qalmayli. Abdori Muhammad Yusuf. Turmuşumuzda duanın roli intayin çoğ ve ahmiyeti zordur. Dua musulman kişinin ötkür qurali ve türlük xatarlardan saqlandıgan qalqındır. İnsaniyetin iftixarlıq ülgüsü Hazreti Muhammed aleyhisselam keç gündüzdeki her bir işte Allah Taalaga müracaat qılatdı. Həmişə Allah Taala bilan birli idi. O her günü hayatni xoşallık ve ümit bilan kütüp alatdı. Keçinin 3'ten biri qalğan vaqtida orundan turib, tenimni saq qilgan, jinimni manga qayta ata qilgan ve özünü yad edişim üçün manga fursat bergen Allah'a şükür etmen deydi. Peygamber aleyhisselam dua ibadettir deb ko'rsatgan. Çünkü dua en samimi ve en ixlasliq ibadettir. Peygamber aleyhisselam yana Allah Taalaga duadan yaqimliq bir narsa yo'q deb ko'rsatgan. Çünkü Allah Taala bandalarının öz acizligini ve onunga bo'lgan muhtojligini hamisha his qilib turishni yoqtirdi. Dünya tirikchiligi bizning ko'pincha vaqtlarda Allah Taaladan g'aflat qilishimizga, uning bo'lgan qulchilik vazifamizni unutishimizga, onun belgilimlerden chetnab qilishimizga ve onun hamisha biz bilan birlashganligini unutishimizga sabab bo'ladi. Amma biz hamisha Allah Taalaga müracaat qilish ve onun hajatlarimizni izhor qilish bilan bo'lganimizda, biz tilganlarimizga erishganning sirtida Allah Taalaning himoyasi ve qo'g'dash ostida bo'lamiz. Bunun bilan bizning din ve dunyolik barliq ishlarimiz g'albilik bo'lgan holda davomlashadi. Maslin hal qilishning chorasi sabab bilan duodir. Nurg'un kishilar beshiga kelgan qiyinchiliklarning hammasini sabab qilish bilanla hal qilib ketgili bo'lganligini o'ylab, Allah Taalaga müracaat qilish, uningdan yordam va madad so'rashni unutgan holda moddiy sabablarga tayindi. Natijada ular baxt saodatning barliq sabablarini va chora tadbirlarini shunchalik mukammal, shunchalik to'liq o'rindagan bo'lsa-mu, ular yanada baxtli bo'la olmaydi. Çünkü işlarning g'albilik bo'lish uchun ikki shart bor bo'lib, biri Allah Taalaga chin ishonch qilib tayinish, yana biri sabab qilishdir. Bu ikki shartning qaysi birini tark etgan odam qilgan ishida g'alaba qila olmaydi. Masalan, ba'zi odamlar o'zlarini va bolalarini baxtli qilish uchun qilmag'ini qolmaydi. Bor kuch bilan tirishidi, yaxshi maktablarda o'qitadi, bolalarining moddiy ehtiyojlarini tal qilib beradi. Baxtlik turmuşni moddiy sabablarning hammasini qiladi. Ammo oxirida yo o'zlari yoki bolalari baxtlik bo'la olmaganlikdan ular bu turmushdan qaqshaydi. Bolalari ota-onasidan mamnun emas, ota-onalarimi bolalaridan rozi emas. Hammasi baxtsiz bir hayotga mubtalo bo'lib qoldi. Yani nurg'un kishilar garchi moddiy imkoniyatlari cheklik, o'zlari yo'qsul bo'lsa-mu, ammo ma'naviy tarafdan eng boy, eng kuchli yashaydi. Ular hamisha Allah Taala bilan birga bo'lganlikdan, bayashatlik va tarliq turmushda Allah Taalani unutib qolmaganlikdan o'z hamisha baxtlik, ko'ngli tinch holda turmushga davom qiladi. Ular bolalarga ko'p mol dunyo tep berolmasa-mu, ularni hamisha Allah Taala bilan bo'ldigan, har qanday bir ishda uningdan yordam so'raydigan va o'zining Allah Taalaga muhtoj ekanligini doim his qilib tarbiya alganlıqdan ata-ana bilan balalarning qalbida o'rtaq o'rin olgan qanoatdan iborat bu angishlarning sayisida ular hamisha baxtli, hamisha xushal turmush kechirdi. İbrahim aleyhisselam ayoli Hajar bilan o'g'li İsmail aleyhisselamni qadimgi Makkadan iborat dasht cho'lda suvsiz, taomsiz tark etib ketib qoldi. Amma İbrahim aleyhisselam ularni o'z holiga, o'zining beshining chorasini o'zi ko'rishga tashlab qo'ygan emas. Chunki hech bir ota oilasini bundoq yo'laksiz tark etmaydi. Buni tasavvur qilganim bo'lmaydi. Shaksizki İbrahim aleyhisselam ularni Allah Taalaga qo'yib ketgan edi. Chunki ayoli Hajarning "Ey İbrahim, bizni bundoq cho'lda yolg'iz tark etish o'z ra'yingdimi yoki Rabbing shundoq amr qildimi?" deb so'raganda İbrahim aleyhisselam Rabbim shundoq amr qildi deb javob berganligi. Ondan Hajarning to'liq xotirjamlik va Allah Taala bo'lgan chin ishonch bilan "Bo'ldi, undaqda sen ketavergin" deb javob berganligi buni isbotlaydi. Ya'ni İbrahim aleyhisselam bilan Hajar hammadan avval Allah Taalaga ishonch qilgan. İbrahim aleyhisselam oilasini qaqasliq cho'lda tashlab qo'yib jim o'tirgan emas.
Balki Alloh taologa yalvargan, uningdan oilasini turli rizqlar bilan rizqlantirishni tilagan va mundaq degan: Rabbimiz, avlodimning bir qismini sening hurmatlik uyingning qishidagi ekinsiz bir va'daga o'rinlashtirdim. Rabbimiz, sen bu insonlardan bir qismning dillarini ularga mayil qilgin, turlik meyvelarni ularga rizq qilib bergin. Umidki ular bu ne'matlaringga shukr qilg'ay. Allah Taalaga müracaat qilish eng hal qilg'uch choradir. Ya'ni nurg'un kishilar mayli oila hayotida bo'lsin, mayli ish va xizmat hayotida bo'lsin, o'zlari duch kelgan krizislarni, qiyinchiliklarni va jidal majralarni hal qilish uchun moddiy sabablarning hammasini to'liq qiladi. Masalan, ular oila hayotidagi jidal majralarni hal qilish yo'lida cho'nglarga, yurtning kattalariga, ahli ilmlarga, hatto gohida qonun organlariga murojaat qilgandek, ish va xizmat hayotidagi krizislarni va qiyinchiliklarni hal qilishda shu sohaning mutaxassislariga, tajriba egalariga va qonun kitoblariga murojaat qildi. Ularning ko'plari shunday qilgan turibmi, yanada g'alaba qila olmaydi. Masalani hal qila olmaydi. Chunki ular o'zlari eng yaqin bo'lgan, hatto ularga o'zlarining jon tomirlaridan bek yaqin turayotgan zot Alloh taologa murojaat qilishni unutib qoladi. Uningdan yordam so'rashga ahamiyat bermaydi. Shunga ular masalalarini hal qila olmaydi. Chunki krizisning taltugisi hal bo'lib, ko'ngilni rohatlatish uchun sabab bilan Alloh taologa murojaat qilishdan iborat ikki shartning hozir bo'lishi shartdir. Sebepgil yo'lini Alloh taologa murojaat qilishni unutganlar g'alaba qila olmagandek, Alloh taologa tayinish bahonasi bilan sabab qilmaganlarmi g'alaba qila olmaydi. İnsaniyetning iftixorlik ulgisi, go'zal axloqning namunasi Hazrati Muhammad alayhisalom sabab qilish bilan Alloh taolodan yordam so'rashdan iborat bu ikki omilni qo'ldan bermaydi. G'alaba uningga va'da qilingan. Hatto Makkaning ozod bo'lganligi uningga oldin bishorat berilgan turib, shu g'albini qo'lga keltirish yo'lida jihad qilishni unutmagandek, Alloh taologa tayinishni, uningdan yordam so'rashni unutmagan. Shunga u hamma ishida g'alaba qilgan. Alloh taolo bandalarining uningga duo qilib turishni va o'zmi bandalarining so'rag'anlarini ato qilib, ularni xushal qilishni yoqtirdi. Alloh taolo bandalarini duo qilishga tashabbus qilib, "Menga duo qilinglar, duoyinglarni ijobat qilaman" deb ko'rsatgan. Ya'ni shu oyatga ulab, "Mening ibodatimdan bosh tortquchilar xorlangan holda do'zaxga kirdi" deyish orqali duoning ibodat ekanligini va duodan behojat bo'lg'uchilarning do'zaxga kirganligini eslatgan. Duo shundoq fazilatlik va foydali bir ibodatki, musulmon kishi Alloh taolodan hojatlarini so'rash yuzidan uning duo qilganda 3 tarafdan foydaga erishidi. Birinchidan, Alloh taologa duo qilib, uni suyundirganlik uchun Alloh taoloning muhabbatiga erishidi. Ikkinchidan, duo ibodat bo'lganligi yuzidan ibodatning savobiga erishidi. Uchinchidan, so'ragan hojatlari ravo bo'ladi. Navoda so'raganlari ijobat bo'lmagan taqdirdimi, uning ajrini cho'qim ko'radi.